Mamlakatimizning demografik ko'rsatkichi o'sib borgani sari tabiiyki aholining elektr energiyaga bo'lgan talabini ham oshiradi. Andijon viloyati misolida oladigan bo'lsak, ayni paytda elektr energiyasidan foydalanadigan iste'molchilar soni 700 ming nafardan ortiq. Ularga bir yil ichida 1 trillion so'mdan ziyodroq elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Bu ko'rsatkichni anchagina pasaytirish mumkin. Albatta, qayta tiklanuvchi manbalarni keng ommalashtirish orqali. Viloyatda quyosh nuridan energiya olish keng joriy etilyapti. Korxona va tashkilotlar, davlat muassasalari o'z ehtiyoji uchun kerak bo'lgan energiyani yashil loyihalar evaziga olmoqda. Xususan, Xo'jaobod tumanidagi 10 gektarlik maydonda 5 megavat quvvatdagi quyosh fotoelektrostansiyasini qurish ishlari boshlab yuborilgan va bugunga qadar uning birinchi bosqichi yakuniy pallada. Hozirgi paytga 3 megavatlik qurilmalar hammasi ishga tayyor bo'lib, ishga tushirildi. Qolgan ikkinchi bosqichini shu yilning oxirigacha tugatamiz. Ushbu loyiha fevral oyidan sanoat energetika guruhi tarkibidagi neft qazib olish quduqlari, ko'plab tadbirkorlik subyektlari, qolaversa, aholi xonadonlariga uzluksiz elektr energiya yetkazib berishni boshladi. Ishga tushgan vaqtidan beri ishlab chiqarilgan elektr energiya miqdori 1 million 200 ming kilovatchasini tashkil qiladi. Andijon tumani tadbirkorlari ham o'z ishlab chiqarish korxonalariga yashil loyihalarni joriy etishmoqda. Birgina poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan ushbu korxonaga ham 250 kilovat quvvatga ega quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, birinchi navbatda u tadbirkorning naqdini tejayapti. Korxona oyiga 200 million so'mlik elektr energiya sarf qiladi. Quyosh panellarini o'rnatish natijasida esa bu xarajatlar 10% ga qisqardi. 3 yil oldin biz 100 kilovat quyosh paneli o'rnatgan edik. Endi biz o'rnatgan 100 kilovat quyosh panelimiz biz hisoblaganimizda 7 yilda o'zini qopladi. Yaqinda yana 150 kilovat qo'shimcha quyosh paneli o'rnatdik. Hozirgi kunda quyosh panelimiz 250 kilovatdan oshdi. Bizga yaxshi bo'ldi. Endi hisoblaydigan bo'lsak, biz mana shu quyosh paneliga ishlatgan pulimizni, demak 3 yilga yetmasdan qoplay olamiz. Bundan tashqari korxona ichida xomashyo va tayyor mahsulotlarni tashish uchun mo'ljallangan maxsus mashinalar ham elektromobillarga alishtirilmoqda. Hozirda 10 ta ana shunday avtoulovlar xizmati yo'lga qo'yilgan. Ikkala tomondan ham bu albatta Eko degan sertifikat olishimizga ham bu turtki bo'ladi. Tumandagi yana bir atrof muhit ifloslanishini oldini olishga ulkan hissa qo'shadigan loyiha. Chiqindini qayta ishlash korxonasi ham yashil energiya bilan ishlashga o'tmoqda. 450 kilovat quyosh paneli o'rnatdik. Shundan 20%, 25% elektr energiyani iqtisod qilyapmiz. Yana bundan keyinga yana quyosh panellarimizni ko'paytirishga harakat qilmoqdamiz. Bir so'z bilan aytganda, quyoshli O'zbekiston yashil energetikaga bosqichma-bosqich o'tmoqda va bu borada Andijon ham yetakchi hududlardan.